Assalomu alaykum, Yunusobod dehqon bozori. Mana bugungacha ishlov. Mana og'a akamizni Gurlan market 10 kilo alangaga 1 kilo bitta paket kartoshka qo'shib beraman deyaptilar. Aksiya bo'lsin mana. Og'ani o'zlaridan aksiyani jinnisi bo'lyapti mana. Guruch. Bir tanasini bu. Burasida. Sizlarga shunda 10 mingdan aylanadi-da kilosi. Mana 13 mingdan 10 million alangalari mana. Aksiya bo'lsin dedilar, og'ani o'zlari aytibdilar mana. 10 kilo olganga bitta paket kartoshkani shunda qo'shib beraman deyaptilar mana. 5 kilo kartoshka. 5 kilo kartoshka. Bu nechinchi cheslovgacha qilib berasiz, og'a? Liboy nima kelaversa. Liboy beraman. Mana aytibdilar, garanti mana dekabr oyining oxirigacha 31-dekabrgacha 10 kilo guruch olganga 5 kilo kartoshkani bonus qilib beryaptilar. Mana keverasizlar. Faqat og'ada bor bunaqasi.